Chilonzor 12-kvartal. Shundoq Farxatskiy bozori yonginasida joylashgan domni 3-etajdan sizga yevro remont bir xona 2 xona qilingan kvartirani ko'rsatib o'taman. Yashil hudud, bolalar maydonchasi, hamma narsa yaqin. Shundoq yo'lni yuzasida joylashgan dom, yo'lga ham примерно 50 metr. Farxatskiy bozorga 100-150 metr chiqadi. Farxatskiy bozori shundoq yonginasida joylashgan. Men bu remontli kvartirani sizga tavsiya berib o'taman. Yosh oila yashashga ijaraga berib qo'yishga ham zo'r variant. Shundoq pastida magazin ham joylashgan. Kvartiramizni bitta ko'rib o'tinglar, remontini juda ham chiroyli qilganmiz. Sekretning xonasini ham bitta ko'rib o'tsanglar, juda ham zo'r bo'ladi. Layklarni bosib qo'yinglar. Agarda kvartira sizga ma'qul kelsa, bemalol menga aloqaga chiqsanglar, juda ham chiroyli narxlarda ushbu kvartiramizni sizga qilib beramiz. Yaxshi lokatsiya, remontli tayyor kvartira. Ko'rib o'tinglar. Xo'p, hurmatli obunachilar, kvartiramizga ham kirib oldik. Ushbu kvartiramizda bir xona, 2 xona qilingan. Yevro remont, mebel texnikasi bilan hamma narsasi qoladi. Remontdan yaqinda chiqqan. Noldan remont qilingan. Santexnika, elektrika hamma narsasi yaqinda remontdan chiqib tayyor bo'ldi. Kiraverishimiz temir eshik. Bu yerda koridorimiz joylashgan. Koridorimiz ham keng. Bu yerda hamma narsa joylashgan. Bu yerda prixoshka, hojatxonasi va dushovoy. Xo'p, bu yog'imiz mehmonxona, zal qismimiz ham remonti juda ham zo'r. Dekorativniy gullar, soatlar, hamma narsalar qilib qo'yilgan. Televizor zona, bu yerda yumshoq zonamiz, buni o'zi ham spalni bo'ladi. Xo'p, kvartiramizning remonti agarda sizlarga yoqqan bo'lsa, layklarni bosib qo'yinglar. Aytib o'tay, kvartiramizda bir xona, 2 xona qilingan. Ikkinchi xonasini ko'rsatmasidan oldin kommentariyada topganlarga shu uyni skidga qilib beramiz. Oldin topib qo'ysanglar. Xo'p. Bu yog'imiz zal. Bu yog'imiz oshxona qismi. Oshxonada ham hamma sharoitlar qilib qo'yilgan. Xolodilnik, gaz plita, kuxonniy mebellar, ko'chaga qaragan oynalari bilan birgalikda. Xo'p, yashil zona joylashgan. Hamma joy yam-yashil. Bolalar maydonchasi ham joylashgan. Maktab, bog'cha bir qadam. Farxatskiy bozor o'zi shu yerda. Shuni domdan yo'lga chiqsanglar Farxatskiy bozor. Xo'p, bu yerda stroyniy mebellarimiz qilib qo'yilgan. Shu stroyniy mebellar ichida bizani eng chiroyli va eng zo'r ideyamiz yotibdi. Men sizlarga ko'rsatib o'tayman. Xo'p, layklarni bosib qo'yasiz agarda mana shu ideya sizlarga yoqsa. Ochilsin. Wow. Nima deyapti? Kvartiramizda nima deyapti? Mana shu joy sizlarga yoqqan bo'lsa, layklarni bosib qo'yinglar. Полноценный 2 kishilik spalni. И o'zini stroyniy shkaflari va bizning pechatimiz gullar bilan birgalikda. Konditsioner joylashgan. Pardalar, hamma narsa o'z joyida. Agarda ushbu xonamiz sizlarga yoqsa, shunday layklarni bosib qo'yinglar. Yosh oila ijaraga berib qo'yishga juda ham yaxshi variant. Foydalanib qolsanglar bo'ladi. Endi men sizlarga hojatxona hamda dushovoy qismini ko'rsatib o'taman. Bu yog'imizda hammom joylashgan. Zakritий dush hamma sharoitlarga ega. Xarid qilib olib, bemalol shuni ko'chib o'tib yashashga tayyor qilib qo'yilgan kvartira. Bu yog'imizda kir mashina, rakvina va hojatxonamiz. Kvartiramizning dizayni, remonti, ko'rinishi sizlarga yoqqan bo'lsa, aytib o'tgandek layklarni bosamiz. Agar ushbu kvartira sizlarga ma'qul kelsa, xarid qilib olinglar. Kvartiramiz 33 metr kvadrat, yevro remont, upakovka, mebel va texnikalar bilan birgalikda. Kvartiramizning narxi $53,000. Narxi sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, shunda aloqaga chiqinglar, kvartirani olib kelib ko'rsamiz, yo'qsa baraka qo'rsalar bo'ladi. Yosh oilaga va ijaraga berib qo'yishga juda ham yaxshi variant. Farxatskiy bozori yoni juda ham zo'r lokatsiyada joylashgan. Hammaga rahmat. Sulashop kanali faqatgina eng zo'rlarini va eng yaxshilarini tavsiya berib boradi. Hammaga rahmat.